Assalomu alaykum bo'lganingizlar, yaxshimisizlar? Anchadan beri ko'rishmadik bo'ldi. Bugun sizlar bilan video olamiz. Bu o'yin nomi Qurg'ur. Shu описаниеda yoziladi. Bo'ldi, bo'lmasa bugun videoni boshladik. Marhamat. Odam pulni olish kerak. Foydaga qoch. Odamlarni olib mana bunday narsani olib chiqish kerak. Kuchayamiz agar asosda. Survival o'yin bu. Chekiroqlardan yurishga bo'ladi bitta. Baxtamiz, yutamizmi? Yo'q, bismillah deb frontga kiramiz. Tot. Ana, kemakqa. Gittik. İbi yarmimiz qar ketdi. Ye. Yarmim yo'qolib qoldi-yu men. Vallahi yarmim yo'qolib qoldi. Nima? Yo'q. Uy bile. Bella, internetli bo'lyapti-yu. O yaxshi. Bosga hujum qilamiz. Voy, notur turib qoldim. Yaxshi. Bo'ladi bola hozircha. Ketdik demak. Bularni olamiz, yig'ib bo'ldi. Yani yaxshi. Hozircha hammasi yaxshi. To'xtab turinglar. O'chiramiz. Ketdi. Yaxshi bo'ldi hozircha. 68-59. Qurollar 68 daraja. Ikkita ekan. Bu tarakan, biladi. Mana shu yerda. Ana. Chuata kemamiz sal-pal boshqacha bo'lib ketdi. U ikkita odam. Yuz bo'lib ketdi bola. Ikkitasini yuz soldik. Bola, sizlarga 100 prosmotr uchun rahmat aytmoqchiman. O'tgan ikkita videoyim 100 prosmotr yig'ibdi. Lekin bola bitta narsasi bor. Qaysidir videoyimni biletmi qaysidir videoyim bola ishlab chiqargan nimasini ishlatganman-da men. Mana ovozini. O'sha qaysidir videoyimda o'sha ovozni ishlatganman. O'sha ovozni ishlatgan vaqtda o'sha ovozni ishlatganimdan so'ng menga YouTube'dan xabar keldi. Sizning videoyingiz Gmaildan keldi. YouTube YT Studioni o'chirib yuborgan ekanman. Bilmasdan Gmaildan keldi bola. Aytdi, siz ishlatgan o'sha ovozni chiqargan YouTubechi, shu chiqargan odam videoni o'chirib tashlagan ekan. O'shanga qaysidir videoyimni ovozini ishlatganman. Qaysidir videoyimni o'chirib tashlamoqchi ekan 30 kun ichida. Bola o'shanga nima ham deymiz, ishqib 100 prosmotr videoyim o'chirib tashlamasa bo'ldi. Qolganidan kim muammo yo'q. Bola u videolarimni galereyamga saqlab qo'ydim. O'chib ketib qolsa short videoyim birdaniga
bir ishni qilaman-da. Qayta joylayveraman. Lekin 100 prosmotr yaqqanim bo'lmasin-da. Voy, blyad, mana bitta. Hop ketdi-yu, ha. Bo'ldi, hammasini olaverar ekanman. To'lib ketdi-ya kabinada odam. Bolalar o'ldirib kecha yaxshi omad keluvdi. Bugun PUBG UC'da ishlasam, teleganimdan so'ng qarasam bile, UC telegandan keyin nimasi bo'ladi-yu? Yana 60 UC telasa 60 beradi. Shu UC'ni taylagan edim. Bilet 60 UC beradi yana. Hozircha o'chiq turgan ekan. Shuni ham umumansiz bilaman bolalar. 60 UC OpenCS qilib uni videoga chiqarish esimdan chiqib ketibdi. Ham bilasizlar bolalar. Mani kuzatib yuradigan odamlar biladi, obunachilarim biladi. YouTube'dan video, PUBG'dan video chiqarishim qiyin, chunki mani telefonimda, bilmam, telefondan emas bu kamerada ekran zapisidan bo'lyapti. Masalan, hozir men ekran zapis PUBG'da yoqib kirmoqchi bo'laman-da. O'sha vaqtda nimada? PUBG'dan video oladigan vaqtim ekran zapisi o'chib qolaveradi. Sababini topmadim. Mayli bolalar. PUBG aynan PUBG video chiqmasa ham sizlar meni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hammasi zo'r hozircha. Bolalar, bizani maqsadimiz hozircha 20 ta bo'lish. Odamlar 20 ming, 22 ming, 20 ming obunachi yo'q turgan vaqtimizda 20 ta bo'lmayapmiz. Bitta like, bitta obuna bosib qo'yinglar, iltimos bolalar. Nimasi qiyin obuna bilan like bosish. Shuncha odam obuna, like yig'yapti. Mana hayron qoldim-da. Yaxshi videolar qilib chiqaman. Lekin prosmotr ham yig'maydi, like ham yig'maydi. Bitta ukam narsalar yozib keladi. O'shanga ukam yozishida video chiqarganim bir kunda bir kunda 100 prosmotr yig'di. Lekin shuni mana mehnat qilsang uncha uncha olmaysizlar-da. Prosmotr. Lekin aynan vaqtlar bilan shular o'zidan ketdi. Bo'ldi. Shu mana bo'ldi boshlab. Baylat. On besh bo'lamiz, yaxshi. Shu bile yuragim yorilib ketdi-ya. Telefonda harillab ketdi. Vibratsiya qilganmi? O'chirib qo'ydimmi? Shu vibratsiyasi ham qo'rqitib oladi. Bola o'shanga vibratsiyani o'chirib qo'ysam, yana vibratsiya bo'lyapti. Bilya, yuragim yorilib ketdi lekin. Nima bu? Qaraqadir. Nima bu? Yurak. Vallahi ayanchli narsani aytaymi. Qo'limni kechib oldim. O'ylaydim o'zinglar kerak. Og'irligida 12 yosh bo'lganimdan keyin. Baylat qachon yetib boramiz shu narsasiga? Bepulmish, voy yaxshi. Hoppa, bunisidan ham yaxshi. 25 pulli bitta kelar. To'xtanglar, nima narsalar chiqmayapti.
Mana odam. Bu o'yincha uncha tushunarli o'yin emasda. Uy bля. Ursam. Bitta doğursam neyse. İyi. Ye. Şu vaqt o'lib ketsam lekin yomon kulachiyman. Jonim 27 qoldi bolalar. 1 2 3 4 9 33 5 20. Bilet o'lay. 4 bo'lar, yo 5 bo'lar, yo 6 bo'lar. 6 ta. Biz bir odammiz. Hammasini omonatda ko'rajak qilish kerak. To'xtanglar, nima narsalar yo'q. Bu yerlarni aylanib chiqqan, mana o'rtalarga borayotgan. Bosku bu tavbaya. Mana hozir bittasi yurdi, qar ketdi. Qochib ketdi-da. Mana yuribdi. Ana yolshamiz. Odamlarni nimaga? Ya. Menga yer bermadi. Yerdan muammo. Nima bo'laman. Oldu boraman. Boshqa kuchimiz yetadi. Boz 50 bo'lyapti. Nima qilamiz ya? Yo, hech narsa yo'q bo'la bir hazil. Ya bля. Ya qanday yutamiz buni ya? Yutqizib berib bag'ib qoldim bo'ldi. Hech kim yo'q boshqa bosdan. Ya ona. Assalomu alaykum. Hola deb kutib olganman. Yutib ketib qolsam ko'shki. Yutqizdim. Qaytadan o'ynaymiz bolalar. Incognito. Nima qilay? Bo'ldi. Ben sizlar bilan xayr bo'ldi. Shotda tugatamiz o'yinni. Ikkinchi qism chiqish uchun 5 ta like yig'aylik. 10 ta emas, 5 ta. 5 ta like yig'aylik mayli chiqadi. Bo'ldi, shu 5000 ta like so'rashaman. 5 ta like so'rayapman. 5 ta like qilib bersa bo'ldi. Ikkinchi qismi chiqadi. Yo kommentariyada yozinglar. Iltimos chiqsin. Yo iltimos emas. Keyingi video chiqsin, ikkinchi qism chiqsin bo'ldi. Xayr bo'ldi, omon bo'lasizlar.